Assalomu alaykum azizlarim. Bugungi ochilimimizning mavzusi oy oxirigacha nimalar yuz beradi, shularni ko'rib chiqamiz. Xo'sh, nimalar ketadi hayotimizdan deb so'raylik birinchi navbatda. Xo'sh, nimalar keladi deb so'raylik. Nimalar keladi? Xo'sh, nimalar amalga oshadi? Nimalar ketadi deb so'ragan paytimizda bu yerda eskitdan juda ham ko'p pul bilan bog'liq muammolaringiz bo'lgan ekan. Nimani qayerdan boshlab, qayerdan tugatishni bilolmagan vaqtlaringiz bo'lgan ekan bu masalada. O'zi bu pul bilan bog'liq muammolaringiz oy oxirigacha chiqib ketishi ko'rinyapti. Chunki ortiq nima qilishingizni bila olasiz deyapti. Nimalar keladi deb aytganimda pul bilan bog'liq tashvishlaringiz tugab ko'ryapsiz. Bu yerda ko'proq mehnat orqali, halol mehnat orqali erishilgan moddiy bir qo'lda tutsa bo'ladigan katta miqdordagi moddiy bir manba kelayotgani ko'rinyapti. Xo'sh, bu yerda yana nimalar amalga oshadi dedim. Ko'ryapsizmi? Tiqilib qolgan, bir joyda to'xtab qolgan ishlaringiz bor. Hattoki nima deydi, nimagaki qo'l ursam deyapsiz, hech nima amalga oshmay, yana orqaga, boshlang'ich joyga qaytib qolyapman deyapsiz. Lekin bular tugayapti. Bu oy oxiri, kelasi oyda boshlarida yangi eshiklar, yangi imkoniyatlar, o'zingiz orzu hayollaringiz bilan bo'lgan, amalga oshirmoqchi bo'lgan to'siqlaringizni hammasi ochilib deyapti. Katta marralarga erishish vaqti keldi deyapti. Nimalar keldi deganimda, kelyapti deganimda, yangi boshlang'ich kelyapti siz uchun. Hayotda yangi bir ko'prik, yangi bir zinapoya, yangi bir nimani ostonasida turibsiz. Bu moddiy masalada bo'lishi mumkin, bu shaxsiy hayotda bo'lishi mumkin. Aytyaptiki, lekin siz deyapti, o'sha kutish modidan chiqib deyapti. Hamma narsaga erishish modiga kirib boryapsiz. Bu vaqtlar oralig'ida nimaiki istasangiz, nimaiki xohlasangiz deyapti, o'sha osonlikcha qo'lga kiritishni boshlaysiz deyapti. Buni juda ham oson deb bo'lmaydi, chunki siz vaqtlar davomida, uzoq vaqtlar davomida buning uchun juda ko'p harakat qildingiz, mehnat qildingiz, kerak bo'lsa aqlingizni qo'llandingiz, qiyinchilik kunlardan o'tdingiz, sizni oyog'ingizdan chalishga harakat qilgan ayyor insonlar fitna fujurlaridan, har turli taqdir sinovlarini hammasidan o'tdingiz va yangi eshiklar ochilib, tiqilib qilgan ishlaringizni hammasi o'sha orqada qolib, istagan maqsadlaringizga erishish vaqti keldi dedi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.